qo'ydi sizlar. Men Rasha Jasina. Bugungi videomizda rangli qog'ozlardan juda oson va chiroyli oltin baliqchani yasaymiz. Dadam. Mana shunaqa juda ham tez, oson taqiladigan oltin baliqchani taxlaymiz. Bu oltin baliqchamizni bekli yasaymiz. Qanday yasaymiz deb o'ylaysiz? Videoni oxirigacha tomosha qilsangiz, bu bekli yasaladigan oltin baliqchani qanday yasalishini bilib olasiz. Bo'lmasam, bu oltin baliqchamizni yasashni boshladik. Xo'sh, birinchi bo'lib rangli qog'ozimizni ochib olamiz va bizga kerak bo'ladigan rang sariq rangdan foydalanamiz. Keyin esa bu chetga qo'yamiz. Mana shunaqa bitta sariq rangli qog'ozni olamiz. Siz o'zingiz yoqtirgan rangli qog'ozingizni olishingiz mumkin. Bo'lmasam, bu oltin baliqchamizni yasashni boshladik. Xo'sh, birinchi bo'lib mana bu uchini bu chetiga qilib qatlab olamiz. Tekis qilib albatta. Tadam! Mana shunaqa to'g'ri burchak hosil bo'ladi. Endi buni o'rtasini ochib olamiz. Endi o'rtasini kesib olamiz. Buni ham tekis qilib kesib olamiz. Tadam! Ikkita mana shunaqa turburchakchalar hosil bo'ldi. Bittasini o'zingizga, bittasini esa singlingizga yoki ukangizga taxlab berishingiz mumkin. Men bittasini esa olib qo'yaman. Mana shunaqa to'g'ri burchak. Endi buni bu chetini bu chetiga qilib qatlab olamiz. Buni ham albatta tekis qilib qatlab olamiz. Mana shunaqa to'g'ri burchak hosil bo'ldi. Endi qog'ozlarimizni ochib olamiz. Birinchi bo'lib qora qalamimizni olib baliqcha shaklini chizib olamiz. Hozir men birinchi bo'lib qora qalam bilan, keyin kameraga ko'rinishi uchun flomaster bilan sizlarga chizib ko'rsataman. Tadam! Mana shunaqa chizib oldim. Endi flomaster bilan ustidan yurg'izib chiqamiz chizganimizni. Mana flomaster bilan ustidan yurg'izib ham chiqdik. Mana shunaqa chizib olamiz birinchi bo'lib. Xo'sh, endi buni kesib olamiz. Chizganimizni yana bilan albatta kesib olamiz. Tekis qilib tadam! Buni ochsak mana shunaqa hosil bo'ladi. Xo'sh, endi buni pastdan, tepadan qilib kesib olamiz. Ortib qo'ygan esa bu chetga olib qo'yamiz. Xo'sh, bo'lmasam kesib olishni boshlaymiz. Siz chizg'ich bilan chizib olishingiz ham mumkin. Yoki bo'lmasam o'zingiz mana shunday qilib kesib olishingiz ham mumkin. Mana pastidan kesib oldik. Endi tepasidan kesib olamiz.
pastdan ozgina kattaroq qilib kesib olamiz va tepasidan esa o'shani o'rtasidan kesib olamiz. Tadam! Mana shunaqa hosil bo'ladi. Endi buni ochib olamiz. Bu oltin baliqchamiz tayyor. Endi og'izchasi va ko'zchasini chizib olamiz. U uchun bizga qora flomaster kerak bo'ladi. Men ikki tarafiga ham ko'zchasini chizib olaman. Tadam! Bu oltin baliqchamiz tayyor. Hozir endi bu yerda bitta yig'ishtirib olamiz va keyin kelasidan qaysi bir ko'proq chiroyli chiqqanini solishtiramiz. Flomasterimizni ustini yopib bir chetga, ularni ham bir chetga qo'yib qo'yamiz. Bu ikkalasini esa yonimizga keltirib olamiz. Tadam! Bu hozir taxlagan oltin baliqcham. Bu esa avval taxlagan oltin baliqcham. Taxlagan oltin baliqchalarimiz sizga yoqdimi? Yoqqan bo'lsa, like, obuna tugmachasini bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Ha, yana bir narsa. Bundan keyingi videolarimda sizlarga yana qanaqa narsalarni taxlang, buni albatta izohlarga qoldiring. Bo'lmasam hammaga xayr.